أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد شوينك داس ما أروعك في رحمتك يا عمر أي عمر سنة رحم دلقن نمدگن پیزه demek. Rava diyen peyze, körkem, güzel, saz diyen oldu. Kale Eslemu, Eslem bu Hazreti Ömer'ninki Hazreti Kerdisi, hizmetçisi, Hazreti Kerdisi. Bu da tu harajna ma Ömer radıyallahu anhu ila Harra. Hazreti Ömer bilen Harra'ya çıktı okuydu. Medine'ninki iki tarafında iki sayılık vardı. Kara sayılık. Taşları karamtol ayında aptop kelip ketkende iki sayılıkның o'ttirdi bu Medine. Şunu bazı hadislarda ma bayna labatayha deb kelgan. Yani iki sayının o'ttirdi demek, Medine'de demek. Ondan alaqqa Rasulullah'ның tugularini, zakat tugularini o'g'irlab qochganligini shu yerda qo'ltiqlarini kesib tashlab qo'ygan. Tugining sut suydiklarini ishga buyurgan kishilar Madinada ag'rib qo'yiladi. Keyin bular Rasulullah'ның zakat tugularini o'g'irlab qochgan chog'da tutib, endi jazolab o'tirdi. Shu chog'da shular qo'ltiqlari kesilib, shu Harra degan shu sayliqqa tashlatilgan. Nima Harra hozir shu Madinaning bir sayliqi. Yani shahar sirtidagi bir sayliq. Hatta idza kunna fi sirarin idza narun tu'raf. Sirar degan joyga kelgan vaqtimizda bu bir o'rinning ismi. Madinaliklar bildigan o'rin. Shu sayliqda menga sirar degan joyga kelganimizda ushtum tut, yani idza degan to'satdan ushtum tut, yandirilgan bir o'tni ko'rib qoldik deydi. Yiqilgan o'tni, Tu'raf degan anda yiqilgan, so'shirilgan o't. فقال يا أسلم إني أرى ها هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد. Hazreti Ömer o'tmishida ko'rganliklarim, ey Aslam, men evada yo'lovchilarni ko'rdim. Bular ham kechida ham sovuqda yo'ldan qapqapti, manziliga yetib bo'lolmay, qasara degan o'shaganda yarim yo'lda qapti degan ma'nodadir, va sovuq va kechida yarim yo'lda qolgan yo'lovchilarni ko'ryapman. Intaliq mina jira bilan billa barayla debdi. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم هرولا degan menish bilan yurishning arliqida ildam menish desang bo'ldi yoki astroq yugurib menish hadis qudusida men atani yamshi ataytuhu harwalatan Allah Taala menga kelsa men uningga yugurib baraman, ya'ni tez ijobat qilaman degan ma'noda. Hatta danavna minhum biz yugurgancha mangab tiz mangdiq yoki astroq yugurgandek mangab ulardan yaqinlashdik deydi. Danavna degan ulardan yaqinlashdik. Fa idza bimra'atin ma'aha sibyanun. Shunda qarasak, faida degan shunda qarasak, kichik sabiballar bilan bir ayol turibdi. Wa qidrun mansubatun ala nar. Bir qozon o't ustida esiqliq turibdi. Va sibyanuha yatadag'una. Kichik bolalari cho'qirishib yig'lig'il turibdi. Yatadag'una vaqirishib cho'qirishib yig'lig'ini bildirdi. Faqala Umar, sonra Umar u ayolni bolalari bilan ko'rib, o'sha ahvolda assalomu alaykum ya ahlad dav dedi. Yo'riqga kishilar assalomu alaykum deb. Va kariha an yaqula ya ashaban nar. Endi o'tning qaysi kishilar yoki o't egalari deyishni yoqtirmadi. Nima uchun? Ya ashabın nar sen dövzixiylar degandek ma'no chiqildi buningda arab tilida. Ya'ni adabiyot mana. Adabiyot degan ashunda bir go'zallik qarashi bo'lish kerak. So'z ifodalagan chog'da so'zni tanlab, unda kishining nimasiga ajabib qoldigan yoki boshqacha bir nimani his qildirib qo'ydigan ma'no chiroyli so'zni ishlatishimiz. Unda ashabın nar desa dövzixiylar assalomu alaykum degandek qolibdi. Arab tilida mana. Shuni ya ashabud dawdat yo'riq tikilar assalomu alaykum degandek bunda so'zni ishlatdi. فأجابت امرأة درhal bir ayol aşı ayol onunğa salamını ilkelep ve aleykum selam deb cevap verdi. Faqala adnu yaqra xasim bulamdı deb so'radi Umar. Shutlan biri varmda adabiyotmi shu. Yaqra basam bulamdı. Yani asli biri varsa balki qo'rqib ketishi mumkin-da. Cho'lda yaqra basam bulamdı olsa faqalat udnu bi khayrin aw da'. Yaxshilik bilan yaqinlashsan yaqinlash. Bo'lmasa yaqinlashmay qo'y debdi. Dadiga o'tirib bo'ldi qo'y degan.
Fadana minha. Şolan Ömer yaqroq bordi. Thumma qala ma balukum ahvalun nimboldi. Nimish qilib bunda turasizlar? Qalat qasura binal layl wal bard. Kecha bilan sovuqda biz yo'ldan qolib qoldik. Yo'limizni davomlashtirmay qoldik. Qala wa ma balu haula as-subyati yatadaghaun. Ushaqlar nimaga cho'qirishidi? Nim bo'ldilaga deb so'sa, qalat al-ju' ashliqdan dedi. Qala va ayu shay'in fi hadha al-qidr ma qazandagi nima bu? Qalat ma'un uskituhum bihi hatta yanamu. Qazanda suva, bunda tamoqatganda qilib, gilgil qilib, astag'firullah xulq qo'ydidan, tamoqomman ekan. Vallahu baynana va bayna Umar. Umar bilan bizning o'rtamizda Alloh va degani, mening qulam qiyomat kuni Umarning yoqasida, oyoqdan tutma demakchi. Biz musha ahvolga tushib qoldik. Umar xalifa tursa, halimizdan xabar olmadi. Qiyomat kuni men Umarning yoqasini olaman degan. Yakan biz bilan Umarning o'rtada Alloh hukm qilib qo'ydi. Xudo qo'ydi. Allohga topshirdim. Alloh biz taraf qiladi bu ishni. Demak, bunda shikoyatim bor. Allohga az qilman demakchi. فقال يرحمك الله الله sizga rahmat qilsin va ma yadri Umar bikum Umar sizni na'dim bilsam bunda ahvolda qolganligingni xabar yo'qda balki faqalat yatawalla amrana thumma yaghfalu anna bizning ishimizga mas'ullar bizga xalifa bo'lib turib bizdan g'aflat qilamdikan bizni xabar yo'q qilib qolamdikan qanday gapkan bu ayollarning uni islomda siyosiy xususiyya bildiryapti ayollar. Musharaka siyosiy deymiz. Uyda o'tirib shunday yo'gap qazna qilib qo'ygan ahvol yo'q. Hozir xalifaga bevosita xuddam hozirda nimada buni agar ba'zi davlatlarda davlat raisi qarta bunday gap qilsa, udul leshkin so'rab qo'ydigan ish. Demak, hozir o'zining noroziligini ifodaladi deb o'ylayman. Faqbala alayya faqala. Bu gapni olgandan Hazrat Umar, Hazrat Kardisi xizmatchisi Aslamga dedi. انطلق بنا إجرادب إلتمنطو فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق سنان بز يعني جغرب منطق تيدا آخر جغرب جغرب أشل قنبرغا بعدو دار الدقيق يعني شو ده أنفن كتاب مثلا أنبرة ديندك فأخرج عدلا من دقيق بانكن يادم خلطستنا شبتستم جنش قادر عدل دقاسة ما نمجي خوجن قوشاش Tögeye işe kaçığa bunda asak iki tarafı tam atımız bu. Şu iki tarafı tam bunda boğanı adil deyimiz. Şu tağa iki tarafı tek şeyden kıygallıkımız için aşına anda adildep atıp yine anda atılgan tağa, çıpta, halta, kocullağa adildediğim bu. Bu hocun segmesi iki tarafı tam sengil noktadan buluşu mümkün. Az tam beraber diyemodiga adil degan adolat degan. Bir xalta un chiqadi va kubbatan min shahmin. Qo'ymaydan azroq apton bir parcha yoki shu bir miqdor, kubba degan bir miqdor degan bo'ldi ekan. Va qala ihmilhu alayya. Qo'ymaya unni chiqib, ma'lumot yuttirib qo'y debdi. ihmilhu alayhi degan ustimga gap qo'y demoqchi. Ya'ni Umar hozir xizmatchisiga da'tudi. Qultu ana ahmiluhu ank. Sizlar sizning o'rningizda men juday buni dedim dedi. قال أنت تحمل وزري يوم القيامة قيامة كنا جنايم سن كترمتها لا لك ويتم أغلق لا لك ديان عادة خدام أنستن أيلب يتم قاعندك من دا بولب كت كيسر يندك بو أصل دا برخو قاعش لكن أرب من دا سن إشتي برب عادة بنون من دا قاعش مقصد كل ما يدو شديان شغله خايشين بلدرغان خبردار يا بوليسين بلدرغان ما سكلت كأمور ديمزوا أنا سأجرب قاسون يندك لا لك ديما يا لا أبالك من دب قيد بعدين بو عشان ده بأشلون كايشين بلدرغان سوزن وحقيقة من دعاء ما نستمس خاغش ما نستمس يعني يتم أغلق يندك وقرصتم ده هو يتم أغلق يندك برجع فحملته عليه أجد نقيان لكان ده أستوى وجود قيدم له فانطلق وانطلقت معه إليها نهربل شلون يعني بز جغرب ما ندقت أش أيامنا قشرة فألقى ذلك عندها قشر باغني كان دن قشرة أشو خلطولن يتغاولن قيمينه قيده وأخرج من الدقيق شيئا وندن أزرق بناسن إلب فجعل يقول لها ذري أصلنا كده ذري على على أحير لك ذري ديان ده سبن ديان بولدا sepiş. Da çeşip dökümüzde bu umaç etkendek. Umaç şpakkamı ya. Mesela atla mesela. Atla ya. Umaç diyendek. Undan bu dakikanda buğday unu buluşurken, konak unu buluşurken, konak unu olsa şu umaç yoldamda.
Ahirin degan shunda umashdak bir tamoqimni. Ya bulmoqdak umashdak ha. Umuchingizga to'kanamiz mani, seping mani deb ishga unni elib nimada tutib turibdi. U ayollardan qaynoq suvga sepib chashqib qo'ysa, pumlasholmay umash bo'ldi. Nima? Umashlarga sepib mani deb tutib turibdi. Yoki manda sepib umashsalang deb turibdi. Va ja'ala yanfuqu tahta al-qidr. Qozonning ostiga o'tni bu pulab payg'ilibdi. Endi pudaytiqqa va kanat lihiyatuhu azima. Umarning saqli naati cho'ngtiri ba bomba saqaldi. Fara'aytu ad-dukhana yakhruju min khilalaha. As-saqlning arasdan istisaqning chiqqanini ko'rdim dedi. Yo'q, shu o'tga yaqin kelib pudugildigan ekan, u istisaqlar bizning geçirib nereden chiqqan gap. Yani o tushib ketmagan bo'lsa-mu, taqimlar arliqlardan chiqib turibdi. Ağzında filmi binasını yalpıyorsun ya. Yalpıyorgan nada ya. Sen biraz rahat o'tira kalsaldan bu çöl bir sayliq kelgan ma'lum. Hatta tabaqalahum. Axira shu ayol va balchaqlarga tamoq qildi. Thumma anzalaha. Andan u qozonni tushirib berdi va afragal harirata fi suhfatin. Umashni ya atilini bir talangiga to'katpadi. Suhfa degani talanga ligani, suhfa. Va huwa yaqulu laha at'imihim. Shu talangi liganga qo'yib berib, balaringizga yegizing ma'na debdi. Va ana astahu lahum. Men ularga sovutib bermadim. Astah degan asli sath degan yuz tarafi yoki bunda o'gizilgan bo'ldi. Bu umashni yegan chaqda sizning bunda so'ygan tarafini yig'ib beramiz. Agar biraydan shunday ham asaq tilini ko'tarib turgan. Umachet baqqallar yurtarga ustidan unda kirib so'ygan yani yig'ib bergan. Men ustidan unda kirib so'ygan yani yig'ib beray, siz yegizgil turgan bolalaringizga debdi. Yani u bridu demak yani. Astag'firullah degani shu ustidan yig'ib berma degani nima so'yib beray degan gap asli. Walam yazal hatta shabi'u. Ashunda qilaverib, oxiri balla hammas to'ydi dedi. To'yg'icha ashunda qildi demak. وهي تقول له جزاك الله خيرا وأيالهم ذلك أمرجا الله زلك الثواب أتاقيسون كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين بهذا الأمر ديان مش خلافة ديان سن أمير المؤمنين أمرجا قراندا مش خلافة كسلا يكين سسدا دبته ya ki bunda düşünsek Emir-i Mu'minin kılış gerekti. Emir-i Mu'minin kımığa işlemde sen kıldayan diyen. Sen bu tamak pişiriş bilen Emir-i Mu'minin ala buldun. Yaxşı vayak buldun diyende düşünsek. Asli şu doğru manası muş işqa Emir-i Mu'minin sen aqlıqdan layık kense. Sen halife olsan Ömer halife olmuş buldu iken. Ömer'nin orunda sen halife olsan layık kense demeksin. وأمثال هذه القصة في سيرة عمر رضي الله عنه كثير. مشو قصة أخشش وقالك لا عمر رضي الله عنه إنك ترجمة alda, yürüştürüşüde, tarihide, şahsi hayatında nurgun değil. Şu keçiden de Hazreti Ömer'nin adeti. Keç olgan çağda uxlaydigan, uxlaştı giremezsen. Da çağında şan arlaydı. Çarlap, biraz qalqının ahvalını, qanday yaşatıpdı onu qiyinchilik varında yo'q baq. Şu bir qatam çarlasa bir üstçi ayol üstiga suv ketayotgan chaqda qizi qopab buni bunda qatsangiz bo'lmaydi. Umar uxlasi chataq desa, Umarning xabari bo'lmaydi. Kim ko'rdi buni? Agar Umar ko'masa, Umarning Parvardigori ko'mamdi deb nima qilsa, jimto deb qo'yib, u suallashtirdi-ku. Keyin aytsa, ash qizlarni o'g'liga olib kirdi. Haqiqiy mana iymoni sap, vijdonli qizlar ekan bu deb o'g'liga olib kirdi. O'g'li shularning pushtidan anda isl avlodga yetib chiqdi. Anasi pakiz o'g'ach. Yana bir charlagan chaqda bir ayol karvatga chirlab ketishdi deb she'r o'qidi-ku. Dindoga shaq bo'ldi. To'rtta yillik o'ngdaydi qanadini. Demak, ashunda odati vatanda. Fuqaroning ra'iyaninki ahvolini tekshirib turibdi. ولا يقال هي ومثيلاتها من الشعور بالتبعة. تبعة degan mas'uliyat. Yani mushunda ahvollar bu mas'uliyat tuyg'usidan kelib chiqqan ish bu desak to'g'ri bo'lmaydi dedi. Mathiladiga shuningga o'xshash bo'lgan ahvollar edi. Mushu va shunga o'xshash ahvollar mas'uliyat tuyg'usidan kelgan desak bo'lmaydi. Walaysa min ar-rahma.
Bu rahimdillikdan emas bu. Mas'ul bo'lgandan bunda mas'uliyat tuyg'usi bo'lg'achqa bunda qildi desak to'g'ri chiqmaydi dedi. Li'annal ahda bish-shu'uri bit-tabi'ati. Chunki biz odatda biz bildirganimiz deydi. Li'annal ahd degan biz bildirgan shu mas'uliyat tuyg'usi degan qanday an ya'tiya min ar-rahma. Biz bildirgan mas'uliyat tuyg'usi rahimdillikdan keldi deydi. Wa laysa al-ahdu bir-rahmati, lekin biz rahmatni bunda to'lamaymiz deydi. An ta'tiya min ash-shu'ur bit-taba'. Mehr, shafqat, rahimdillik degan mas'uliyat tuyg'usidan kelmaydi. Mas'uliyat tuyg'usi rahimdillikni olib keldi deydi. Demak, bu mas'uliyat tuyg'usimi bor Umarda. Hem rahim shafqat tuyg'usi bor. Ikkalasi jamlanganda bunda bo'ladi. Rahim shafqatda shu mas'uliyatni mas'uliyat tuyg'usi nuqtasi buyruq shirklar bunda qilatinga deb qo'yib bo'ldi. Lekin o'zi rahimdillik qilg'achqa shunda palaxshib ketdi. Tabi'a degan mas'uliyat. كذلك لا يقال من ذا اسم أورنيوك تمشي لا يقال إنه قد كان يطيع أمرا سماويا تحركت له نفسه يا وزير عمر osmondan tushgan buyruqqa bo'ysunib itoat qilib shu buyruqqa asosan kishidan bunda harakatlanib qilgan bu ishni deyishkim bo'lmaydi dedi. Yoki avlam tataharrak o'zining vujudi harakat kasun kammusun shu buyruq olg'achqa shunda qilgan bu buyruqni ijro qilib qilgan desak bu qamlashmaydi dedi. Nima uchun? Famishada chunki fa inna an-nafsallati tataharraku lil-amr as-samawi hiya an-nafs allati fiha al-khayr. Ay osmondan tushgan ash buyruqqa bo'ysunish uchun harakat qiladigan nafs ash yaxshiliklar nafsi shu. Yaxshi odam bo'lsa, rahim shafqatli, ko'ngli obdan, xayrsuyor nafs bo'lsa, osmondan kelgan buyruqni darhol bo'ysunib harakat qildi. Va laha rag'batun fi. Demak, ash yaxshilikda o'zi xohlaydi shu. Va qallama tashfiqu min iqabis sama. Tashfiq degan qo'rqudi degan gap. Ya'ni Allohning jazosidan qo'rqishi nahayat az bo'ldi demoqchi mana. Ma iboratimiz shu. إلا أن تشعر بألم الظلم ومبلغ استحقاقه للعقاب. Demek yaxshilik ba şu insan. Bu yaxshilik bo'lgandan, yaxshilik qilgandan Alloh taolaning jazosini da ensirab ketmaydi. Chunki bu kishining yetishcha yaxshilik qilg'achqa. Lekin qachonda qo'rqdi? Illa an tashura bi alami zulm. Zulm qilib qoptimi emasman? Humoy munda qilib qoptimi? Zulmga uchrab ketibdi mening sababimdan deb shunda his qilgan chaqda rasmiy qo'rqdi. Va mablagh istihqaqihi lil iqab. Andan uning jazoga loyiq bo'lib ketishning naqadarligini shunda his qilgan chaqda beklam qo'rqib ketdi. Ammo zulm qilmadim degan ahvolda ancha qo'rqib ketmaydi. ensirab ketmaydi dedi. على أن عمر رضي الله عنه كان يرحم في أمور يحول فيها النفور الديني دون الرحمة عند كثيرين. على أن ديان شندقتمو يعني تخاونون استيا عمر من داخلتن بارتدي. كان يرحم في أمور بعض بر إشلدمو رحمدلك كتدي. Bu qanday ishlar? Yahulu degan to'solidi, to'sqinlik qildi degan. Ha'il deymiz go. Fiya nufurud dini dunar rahman indikati. Ko'pincha kishilarning nazarda diniy nafrat rahim qilishdan to'sab qo'ydigan ahvollar bor. Masalan bir kafir yo bir yahudi bu diniy jihatdan biz nafrat emas, e'tiqod jihatdan-chi. Lekin insonchilik jihatdan inson Alloh taoloning bir maxluqi, bir januni. Lekin bu e'tiqod jihatdan bu yahudi bo'lgan ekan. Bizde şunda bir nefret var mı? Bir Yahudi bir qiyin ahvolda qolsa, bunda ya aşqazi bir tamoq berishtin, bu Yahudi baymonlar bunga. Deb nurg'un kishilar bu diniy nefret bo'lg'achqa yaxshilik qilmay qo'ydigan ahvol bor. Lekin Umarda unday yo'q dedi. Ya'ni mushunda diniy jihatdan nefretlangan ahvoldimi, boshqa yat dindikilargami rahim shafqat qilib ketibdi dedi. Kamin zalika annahu ra'a shaykhan dariran yas'alu ala babin. Hazrat Umarning unda boshqa dindikilarga qarta rahim shafqatining misollaridan olib aytsak, masalan deydi. Shuning jumlasidan u bir darvozaning oldida tilamchilik qilayotgan ama bir oqsoqol bovoyni ko'rdi deydi. Darir degan ama demakchi. Falamma alima annahu yahudiyyun qala lahu, uning yahudiyligini uqqandan keyin uningga ma aljaka ila ma ara, seni bu holga tushirib qo'ygan nima? Ya'ni men ko'rayotgan mushahalingga tushirib qo'ygan nimasini demakchi. Qala as'alul jizyata wal hajata was-sin. Jizya to'lash uchun, ehtiyojimni qamdash uchun, bir qirib ketganligim uchun tilayman debdi. Fa akhada Umar bi yadi.
Şunla Ömer qo'ldan tutup yetilab va zahaba bihi ila manzili. Uyga olib bordi deydi. Yani o'zining uyiga fa'atahu ma yakfihi sa'ataha. Ömer o'zining uyiga apirib bu ama Yahudini shu chaqda o'ziga darhamda yetarli bo'lgan uzuq-tulik narsani beribdi. Berib saata degan shu chaqda, shu paytda, shu soatlarda yetarli bo'lgan moch. Ve ersele ila khazin Beytul Mal. Beytul Mal degan shu maliya ministrligi shu chaq. Maliya ministrligining ambachi zamdoq shu buxgalteriya ambachi shuningga ilm berdi. Yaqul. Ya'ni mushunda deb farmon tushirdi deymiz. Undur hada va durabaahu. Duraba degan mushunga o'xshash turdagi kishilar degan. Yoki adrabahu desak bo'ldi. Durabaahu desak bo'ldi. Mushu va mushunga o'xshash kishilarga qara. Fawallahi ma ansafnahu. Alloh bilan qasamki biz buningga insof bilan muomala qilmoqdik. Akalna shabibatahu. Biz uning yoshligini sumirib yetdik. Yani yoshligini bizga jizya to'laydi. Har yili jizya olibdik uning. Ishlaydi, bizga jizya to'laydi. Yoshligini sumirib yetdik. Thumma nakhzuluhu indal harim. Andan qirliq etgan chaqda, yashinib qolgan chaqda biz uni yardan qo'lni sunmay tashlab qo'yibdik. Harim degani shu qirliq. Harimna jizya ko'rgan bo'ldinglar. Harimna biz qirib qoldik. İnnema sadaqatu lil fuqara'i vel masakin. Zakatlar, sadaqa zakatlar, faqirlar uchun, miskinlar uchun. Sura Tavbaning oyati 60-oyat. Vel fuqara'u humul muslimun. Faqirlar va musulmonlar shular. Ve hada min al masakin min ahli kitab. Ma boy bo'lsa ahli kitobning miskinlaridan kan. Da'ki mushunga o'xshash kishilarni sen bo'ldin jizya ammay maash belgilab chiqimini qilib bergan deb buyruq tushdi hozir. Va wada anhu jizyata va an durabai. U kishidan va uningga o'xshagan shu ahvoldagi kishilardan jizyani ko'taribdi. Jizya to'lmasang bo'ldi. Fahuna allamatur rahmatu kayfa yuti'ud din. Mana Rahim shafqat hozir mishada Hazrat Umarga dinga qanday itoat qilganligini o'rgatdi dedi. Walan yuti'ad dina hakada illa rahim. Dinga mushunda shaklda rahimdil kishidan boshqadan itoat qilmaydi. Rahimdil bo'lsa mushunda shaklda itoat qildi. Bo'lmasa Yahudiga munkarin tashlab qo'yadi deb qo'yib turibdi. Va qad farada Umaru li kulli mawludin laqitin 100 dirhamin min baytil mal. Hazrat Umar yo'lda uchrab qolgan tashlatilgan bolalarga shu maliya ministrligidan Baytul Maldan 100 dirham maosh bekitdi deydi. Demak bu laqit qandaydan? Haramdan. Ko'pincha shu zinodan bo'lib, Paççandı onun arnımızdan qo'rqib paçça yo'lga tashlatgan. Masjidning oldiga zakadab qo'yib qo'ydigan ish bor. Hozirda xaljalarga tashlab qo'ydi balki. Bilgin ve kovasında Hamda shu chog'da balki shu zina qilganlarmi, zina jinoyatni sodir qilganmi, yani ma'lum darajada insof ekan. Deyim shafqat. Bu xatolik qildi, balolab qopdi deydi. Balda xatolik yo'q. U balda xatolik yo'q. Uni tug'ib, o'tiriblam xalo tashlatmay, yabja kumbatmay, usta ko'chadan bir jamoat o'tadigan odam kirdigaroq yoki bomda to'xtaldirmoq, asqib odam ko'masda qo'yib qaçsa, keyin jamoatini ko'rib, asta u bolani beqoldi. Laqit degan shu. Yo'lda tepib olgan bolam. Ko'pincha ahvolda shuni zinodan bo'lib qolganlar bo'ldi. Mushunda qiyin ahvolga uchramasa, o'zi tuqqan bolani da tashlatmaydi. Kama farada likulli mawludin min zawjayn. Xuddi masalan nikohlab qo'ygan er-xotinlar bir farzand ko'rsa, shunga 100 tanga maosh bekitgan. Yo'lda uchrab qolgan, tepib olgan bolaga 100 tanga maosh bekitgan. Shunga bir vaqalik bor. Bir kishi Hazrat Umarning qashqa mammabolni tepib oldim deb kelsa, Hazrat Umar sal odamni gumonlanganda qilib, masalan o'zining bir tuqqani yo benim bo'lsa men tepib oldim desa, maosh belgilanib qoldi emasmi? 100 tanga. Sal gumonlanganda qilib men toza qal umdom desa, endi adam bu odam ishonchli shu mahallaning nimasi bu, obdadan bu deb tazkiya qilgandan keyin andan adab naqul bo'lmasa adamning gapiga sal ishonmay nima qildi. Demak, ashuni nima uchun endi akildi bolni? Bolni men tepotdim, buni maosh belgilang deb akagan bola shu. 100 tanga maosh bekitgan ekan, balki bir yilda bo'lishi mumkin, bir oyda bo'lishi mumkin. Va yetarli bir maosh belgilab ekan. Demak, nikohdan bo'lsin yoki zinodan bo'lsin, boladan bo'lsa 100 tanga maosh belgilab ekan. Hozir Yevropadan tug'ilgan bolaga bunda maosh belgilab, hozir mushul eng taraqqiy qildik, ijtimoiy kafolatning eng farlisi, yuqori farlisi yetdik degan vaqtda hozir.
balını o'zi doktorga olib tekshirtirgan, har oyda maosh belgilaydigan bunda ishi bor Yevropada. Hazrat Umar buni vaqt bo'lg'ash. Va hiya rahmatun qad yahjubuha an-nufuru min az-zina wa thamaratihi. Mana bu munda bir rahim shafqatim. Lekin qad degan ba'zida mushi rahim shafqatlikni zinoga qarta nafrat, zinodan bo'lgan baliq qarta nafrat to'sab qo'yishi mumkin ba'zida. Paramdum bo'lgan bo'lgan qo'yinglar uni deb aslan yordam qo'lni sunmaydigan, jinas bermaydigan ahvol bor edi. Ba'zida qad degan mishat ba'zida fi nufusi unasin yanfuruna fala yarhamun. Shu ba'zi kishilar shu zinodan nafratlanib, yerginib, u nimani zadimda yaxshilikqa qat'iy loyiq emas deb qarab rahim qilmaydigan kishilarning nazarida rahimdillikqa to'sqinlik qilib qoladi. Zinodan bo'lgan bola hech kim yordam qilmay turoldigan shu. Balki yarhamu kulla maxluqin hayyin. Balki bu Hazrat Umar tirik zoti jonliq bir maxluqlar bo'ldikan, unga rahim shafqat qilib dedi. Hatta al-bahim alladhi la yubinu bi shikayatin. Hattoki o'zining dardini ifodalanmaydigan charpayga rahim shafqat qildi. Bahim degan gap qilamiz, zuvan yo'q, charpay degan bo'ldi. La yubin degan ifodalanmaydigan, dardini anlatmaydigan, shikoyat qilmaydigan, wala yakadu yubin deb Qur'on Karimda. أبانا يبين. فروى المسيب بن دارم أنه رآه يضرب رجلا ويلاحقه بالزجر. مثلا ديلان مثال ما فاد يمش مثال غاسق مسيب بن دارم رواية قلدوكي وبركشني أوروب ونوغا كايب تروات قلقنا كربتو. Hazrat Umarning bir adam urib, uni kayib, nimish bunda qilsa, u bu deb bunda to'laq qilgan. Ilohi qo'b zajirgan, uni kayiyotganligini. Zajirga unda qilma, bundan qilamsan degan gapni deymiz. To'sash, cheklash. Li'annahu yuhammilu jamalahu ma la yutiq. Nima uchun ashadamni urib, kayibgan? O'zining tugisiga ko'tarolmaydigan yukni ortganlik uchun uribgan. وكان يدخل يده في عقر البعير الأدبر ليداويه. أدبر degan aslında bir tere kesillik olab yarılıb qalğan tüy kemes. El-bayr el-adbar degan qo'tir kesil olgan, zidilinib yarda olib qalğan aslında bir kesillikka giribta olgan tüy ekan. Shu tüyning yarisiga qo'lni silib, yani kama olib qoldigan, bo'lsa qo'lni silib dori suvab davolatdi. Endi u odam yarasiga qo'lni tiqib bundan qilishdan yirginishi mumkin. Lekin shuni davolab qo'ydi. Va yaqul inni la khaifun an us'ala amma bika. Men sendagi mush kasallik yoki mush og'riq sababidan qiyomat kuni so'roq tortilqisidan ansirayman deb o'z davolatdi. Darisini sugab qo'ydi. ومن كلامه في هذا المعنى لو مات جدي بالطف الفرات نوادا فرات دریاسının boyida bir oğlaq ölüp qalıdığan bolsa la khashitu an yuhasiba bihi Allahu Umara. Allah Taala aşınınğa bihi aşınınğa Ömer'den hesap elişidin ensireytden qorqutdunday. Ve innehu la şuurun bit-tabiati azimun. Hakikaten bu mesuliyetine bek istiğallaq. Cediniga oğlaq. Ma la şuurun bit-tabiati azim degan mana adabi yuqori bir ifoda usuli bu. La şuurun azimun bit-tabiati demedi. Normal shunday aytdiga, bu ma yozg'uchilar ustlashgan chaqda manda yozdi buni. Şu ba'zi bir lutf so'zgan chaqda, masalan, da bir munosabatda shunday so'zni uchirdilar. La şuurun bit-tabiati azimun. Ma uslub ma. Ma'ni uslub deymiz, adabiy uslub ma. Demak, mas'uliyatni bak yüksek his qilishdan iborat bu. Lakinnahu kama aslafna. Lekin o biz yuqorida aytib o'tgandek, aslafna degan burun so'zlab o'tganimizdek, şu salafi degan nima burun o'tgan sahoba tabiinlarning yo'lini tutman degan salafi degan bo'ldi. Aslafna degan burun deb o'tgan nima ish. Lan yunbita fi qalbi kulli amirin alayhi tabi'atun illa an yakuna bihi manbatun lirrahmati azimun. Alayhi tabi'a ustida mas'uliyat bo'lgan qanda bir amir, vali, shahar boshlig'i emaslar. Mushuning qalbida lakinnahu deydi. Lekin u ya'ni rahmata, rahimdillik biz yuqorida aytib o'tgandek ustida mas'uliyat bo'lgan har bir amirning qalbida o'smaydi deydi. Har qanday bir amir, vali bo'lsa-ham mas'uliyat his qilgan kishi bo'lsa, unda rahmat topilib qolishi notayin. İlla yakuna bihi manbatun lirrahmati azim. Faqat ash amirning qalbida
dilida katta bir rahm shafqat o'sib yetilgan bir o'rin tuproq makon bo'lsa ondan o'chaqda o'sib yetildi yunbit degan shu yerda o'sishni ya'ni bu rahm shafqat kimning dilida paydo bo'ldi mas'uliyat badimning dilida o'sib qolmaydi mas'uliyat bor kishida faqat rahimdillik o'sib yetilgan munbat tuproq bo'lsa dilida ondan bu o'sib yetildi hamma odamda unda rahimdillik shafqat bo'lib qolmaydi undaki bu mas'uliyat bilan mutalazim narsa emas endi mana topshiriqni bir o'qitaylik topshiriqni arabchasini yozib arabcha ostiga javobni yozib kelinglar bo'lsa mana savolni qizil qalam bilan javobini ko'k qalam bilan yozib kelsanglar ko'nikman bu topshiriq ya'ni bu topshiriq olgan bilan bizning dars o'rganishimizning bir qismi shu bunda darsga yangi so'zlar chiqdi shu orqali biz darsni o'zlashtiramiz كان عمر كثيرا ما يخرج إلى ضواحي المدينة عمر رضي الله عنه ko'pincha shaharning atrofiga shaharning sirtiga chiqdi davohi degan dohiyaning ko'pligi shahar sirti davohil qohira deb qo'ydik atrof hayla ashir taraf masalan ahrom taraf davohil qohira dohiyaning ko'pligi davohi famada tuallilu dalik buni sen qanday tushundirsan buning sababini qanday ko'rsatib beraysan nima uchun bunday chiqdi وماذا ترى في هذه السياسة من مزايا مش سياسة من قلبنا الله يدلكلر با دب قرايسا ماذا رأى عمر نمن كوداش وكنا çıkan çağda وماذا سمع حين دنا من موقد النار وتيقلغان جايدن يقلاشkan çağda nimini anladı في قولة عمر قولة degan şu söz Ömer'nin şu sözde Esselamu aleyküm ya ahled dav talattufun ve husn edeb bunda nəhayət siliq sipaylıq, talattuf deyən siliq sipaylıq və çirayliq edib babının da. Tamam madahiri dəlik. Bunun alaməti nəmə? Və alamə yedullu min əxlaq Ömər. Ömərnin əxlaqının qandalığını nəmək dəlalət qıldı bu? Qanda əxlaqıga. Bimada tufassiru istizan Ömər. Ömərnin icazət soğanlığını sən qanda düşündürüb verəsən? Və ilə ma yed'u muş istizan icazət soğanlığı bizlərni nəməyə çağırdı? Dar hivarun bayna Ömərə vel mar'ati sahibetid dawi. Aş otiq tuğan ayol bilan Ömərnin o'ttirda bir söhbət bo'ldi. Ay kitabata hadil hivar bi uslubik. Muş söhbətni sən özünün ifadələşin, özünün uslubu bilan qayta yazıb çıxqan dedi. للمرأة رأي في من يتولى أمور المسلمين. Aş ayolninki musulmonlarning xalifasi bo'lgan, rais bo'lgan kishining qanday bo'lish kerakligi to'g'risida o'zining ko'z qarashi bor edi. O'zining ra'yi va ayrim, Famada kana hadar bu ko'z qarashi, ra'yi qanday deb ayolning? Va hal tuwafiquha alay? Uningga ma'qul kelamsa, qo'shilamsa, va limada? Nima uchun? Qo'shalsang nima uchun? Qo'shalmasang nima uchun? Alloh baynana va bayna Umar. Umar bilan bizning o'rtamizda Alloh hukm qilib qo'ydi. Qo'lam qiyomat kuni Umarning yaqista dedimi? Man qala hadhihi al-ibara, mush ibarani kim dedi? Va mal maqsud minha? Buningdan maqsad nima? Kayfa tasarrafa Umar bi izai hadha al-mawqif? Ana shu cho'lda qorong'ulikda bolalar yig'layotgan, qozonni o't yoqib, qaynatayotgan shu bir ayolni uchratdi. Shu ahvolga qarata Umar qanda injod bo'ldi yoki nima ish qildi mushu voqeaga duch kelganda qanda bir taraf qildi buni va ma ra'yuka fi tasarrufi umarning qilgan ishiga qanda qaraysa limadha lam yaqbal umar an yahmila gulamahu anhu ad-daqiqa was-samn maylan uning xizmatkari ko'tarishiga nima uchun unimida Umar deydi va bimadha radda alayhi hina talaba minhu dalik men ko'taray deb talab qilgan chaqda uningga nima deb javob berdi bimadha tufassiru isra Umar fi audatihi ila al-mar'a was-subya Hazrat Umarninki shu ayolga va kichik bolalarga nat oldirab qaytib berishini qanday tushundirsa yahmillahum rizqan min baytul maldan ularga ashliq ko'tarib oldirab qaytdi buni sen qanday tushundirsan yugurib mangdi sharaka Umaru fi i'dad at-ta'am famada kana dawruhu Umar tamoq etishda tamoq tayyorlashda kuch chiqarib qatnashdi shunami uning roli nima edi va maddafi'u lahu dalik Umarning shunday qilishiga nima turtki bo'lgan kana Umar yarhamu fi umurin yahulu fiha an-nufur ad-diniy dun ar-rahma Hazrat Umar boshqa odat kishilar diniy jihatdan nafratlangan yat dinli kishilarga yaxshilik qilmay turadigan ahvoldimi yat dinli kishilarga rahmat qildi rahim shafqat qildi kama amsalatu zalika fi dawi dirasatik sen shu o'qigan darsning sho'lisida yo'riqida shuni misollardan birini deb topdim va bimada tufassiru rahmatahu fi mithl hadhihi al-umur mushunda
ishlarda boshqa rahim shafqat qilmaydigan ishlarda rahim shafqat qilganligini sen qanday tushundirsa vajjaha umaru amran ila xazin baytul mal moliya ministrligiga yoki ambachisiga farmon tushdi Umar deydi. Umar moliya ministrligiga yoki ambachisiga farmon tushdi. Fama madmun hadal amr mush farmonninki mazmun nima va mal atharu allati tarattabat alayhi buningdan nima natijada kelib chiqqan qad farada Umar likulli mawludin laqitan min baytul mal Hazrat Umar yo'ldan tepilgan har bir bola uchun baytul maldan ya'ni moliya ministridan maosh belgilgan. Fama dawafi'uhu ala zalik nima uchun mushunda belgilgan buningga nima turtki bo'lgan كان عمر يرحم كل مخلوق حتى البهيمة الذي لا يبين بشكاية. Hazrat Umar har qanday bir maxluqqa rahim shafqat qildi. Hattoki o'zining dardini tushundirmaydigan, anglamaydigan, zuvansiz charpaylarga rahim shafqat qildi. Tamam mazahir hadir rahma. Mush rahim shafqatning alomatlari nima? Va ma bawa'ithuha fi nafs al-khalifa ath-thani. Ikkinchi xalifaning dilidagi ashu hayvonga ketgan rahim shafqatlarga turtki bo'lgan narsa nima? Ba'atiyan davafa. Demak ashu ishga ilib bo'lgan narsa. Ba'ata degan ivat degan bo'ldi-ku. Ashu odamni hozir bir ishga avatgan, ya qildigan narsa nima? Davafa, bawa'it, hawafiz degan narsamiz birga. إذا أردت أن تحث حكام العالم أن يتأسوا بعمر في هذه السياسة فماذا تقول؟ Eğer sen dünyadaki hakimlarga, padişahlarga Ömer'nin muşu siyasetinde Ömer'ge ergişip Ömer'ni ülgü kılıp iş tutuşunu tapılmakçı olsan, ularını muşu siyasetke emel kılıp Hazreti Ömer'ni ülgü kılış karıqbatlandırmakçı olsan, nimdeyse Daraba Umaru el-mesele fit-tavadu'i vel-haşyeti minallah. Hazreti Ömer tavazuda, kemterlik, küçük birlik mi? Tavazu diyen, küçük birlik, kemterlik. Ya tavazu mu deyimiz uygun? Tavazuda ve Allah'ın korkuşta makal temsilliğindek iş kıygan deydi. Daraba Ömer el-mesele, yani makal temsil kebi bulup kettim. Çünkü hem adam da bir makal temsilini tılganmakçı olsa, adalette, rahim şefkatte, Allah'ın korkusunda, tavazuda mısın? Hazreti Ömer'ine tılgaladı o, bunda bulup kettim. Bunun ahlak kitap verdi mi? Ha. Hazgılatısın. Var mı ki? Ha. Süt koşkan kızının hikayesi de. Fi eyyil mavaqifi na'khudu zalika min al-mawdu'. Muşu bizning temimizda mush kamtarligi, Allohning qo'rqish, mushu xislatlarni Hazrat Umarning bizning temimizdagi qaysi voqelikdan ko'ra olamiz yoki olamiz? Rahmatu Umar baynal iymani va baynash shuur bit-tabi'a. Ishrah hadhihi al-ibara. Umarning rahim shafqatga yoki rahim dilligi iymon bilan mas'uliyat tuyg'usining o'ttirdiyi deydi bu. Demek mush ikkisining bir kishidan hosil bo'lgandaganda, u mas'uliyat tuyg'usi bilan kelib chiqqanligi bo'lmaydi. Mush iborani izohladi. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.